Uyg'ur harakati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining xotir kuni munosabati bilan Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazadiganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Istanbulga joylashgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar birligi Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish qilinadiganligini e'lon qildi. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda xalqimizni Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikka e'tiroz bildirish, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lgan qarindoshlarimizni xotirlash uchun tashkillangan axborot e'lon qilish yig'iniga taklif qilamiz deyildi. Qurban hayit munosabati bilan 30-iyun Istanbulning Safaköy rayonida Istanbuldagi Sharq Turkiston xalqi uchun cho'ng tipdagi hayitlashish faoliyati o'rinlashtirildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi har yili 2 hayit tashkillab kelayotgan mazkur faoliyat Qurban hayitining 3-kuniga o'rinlashtirilgan bo'lib, Turkiyadagi har qaysi tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari, islom dunyosiga tanilgan ulamolar va Istanbuldagi Sharq Turkistonliklar bo'lib 2000 ga yaqin mehmon ishtirok qildi. Amerikaning Germaniyadagi elchixonasi uyushtirgan Amerika mustaqilligining 247-yilini xotirlash murosimiga Uyg'urlar qatnashdi. Bu murosimga Germaniyaning yuqori qatlamdagi siyosatchilari, har qaysi davlatlarning Berlindagi elchilari va diplomatlari, Amerika va Germaniyaning savdo sohasidagi mashhur shaxslar bo'lib, ko'p sonli kishi qatnashdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultayi Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban, Uyg'ur harakati tashkilotining rahbari Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandilarmi Uyg'urlarga vakolatan bu murosimga ishtirok qilgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen bu hafta Xitoyga berib yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishdi. Yellenning Xitoy ziyorati Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi aloqani cho'nqurlashtirish va dunyoviy xiristlarni hal qilishning muhim qadami deb qaraldi. Amerika Moliya ministrligining bayonotida Yellenning 6-9-iyul kunlari Bejonni ziyorat qiladiganligi bildirildi. Olmutadagi bir sud mahkamasi Qozog'iston Demokratik partiyasining rahbari Kambulat Mamayga qarshi qarorini saqlab qoldi. Buni uning Facebook betida ayoli Inga Imanbay e'lon qilgan. 4-oyning 10-kuni Jambulat Mamay ommaviy ma'lumotchilikni tashkillash va yolg'on uchur tarqatish jinoyati bilan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qarorga asosan uning bu mezgilda axborot, ijtimoiy siyosat xizmatlari bilan shug'ullanishi cheklangan. Bu qaror 29-iyun rasmiy kuchga ega bo'lgan. Egilenishicha, Fransiyada oliy darajalik bir yoshdan soqchilar tarafidan etib o'ldirilish sababli portilgan namoyishning 6-kechasi 157 odam qo'lga olingan. Fransiya soqchilari 27-iyun Nanterda 3 odam bo'lgan mashinaga qartib o'q chiqarib, 17 yoshli shofir Nailning o'limiga sabab bo'lgandan keyin Fransiyaning har qaysi joylaridan ko'chalarga chiqqan namoyishchilar soqchilar bilan to'qnashgan.